Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun mana Chirchiq shahridan zo'r joyimizdan, shahar markazidan 6 sotix 7 xonali uyimiz sotuvda. Joyimiz shunaqa sersuv joyda. Ko'rasiz, suv chiroyliligini mazza. Chirchiq dehqon bozoridan 1 kilometr, ya'ni bitta avtomobil uzoqligida, Chirchiq markaziy masjidimizdan 500 metr uzoqlikda. Sal nariroqda. 6-maktabdan 400 metr, 500 metr uzoqlikda. Joyimiz juda ham mazza. Shunaqa zo'r videolar o'tkazib uchun kanalimizga obuna bo'lib, bitta like bosib, videolarimizni kuzatib borishda davom eting va uy olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga bu videolarni yuborib qo'ying. Ular ham xabardor bo'lsin. Bo'lmasa men uy obzorini boshladim. Mana o'rtoqlar, shunaqa sersuv joylardan. Mana o'rtoqlar, devorimiz boshlanishi bilan tugashigacha 10 metr, ichkariga 60 metr ketgan. Hovlimiz tekis joyda. Ko'chalarga polniy asfalt qilingan. Sharoit zo'r, mahallamiz juda ham tinch mahalla. Qo'ni qo'shnisi zo'r joyda mana. Hovlimiz umumiy ko'rinishi. Tashqarida bitta hojatxona. Ikkinchi etajimiz va birinchi etajimiz uy ichiga yana hojatxona qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Mana o'rtoqlar, bu tomonda vannaxona, banyalari bor. Bu yoq oshxona qismimiz. Bu yoq yana bitta namozxonamiz. To'rga 5 xona ikkita. Mana o'rtoqlar, tepada 5 ta xonamiz. 4tasi 4ga 5, bittasi 4ga 6 xona. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun
our stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. O'rtalar orqa tomonda bog'lari ham bor. Xohlagan holatingizga keltirasizlar bu yog'ini mana. Burchalarga vodopad qilib, mazza qilib, yozda toza havoda o'tirib dam oladigan joy qilsa bo'ladi. Mana o'rtalar bu tomonda ham katta sex uchun joylari bor. Bemalol tekstil yoki o'zinglar uchun ishlab chiqarish joy qilsanglar bo'ladi. Akfa sex xohlagan narsalarni. Mana o'rtalar, pasi. Mana o'rtoqlar, sal narida sotiladigan uyimiz. 6-maktabimiz.